Assalomu alaykum akalar, mana Kavkaz farzandlarimiz quyoshda toblanib yurishibdi. Mana ko'rib turganlaringdek, ular xonaki variantidan uyda bemalol yuraveradi. Quyosh chiqqanda bugun qo'yib yubordik. Buni ko'p qo'yib yubormayapman, o'zi bular kun davomida yuraveradi. Men o'zim uydalik mahalimda orqa tarafga o'tganimda bularning yonida bo'lib turganimda qo'yib yuboryapman, chunki uyda basseyn bor, baliqlar hovuzi bor. Shunga bir ikkitasi tushib ketib nobud bo'ldi. Shuning uchun o'zim chetdaligimda qo'yib yuborib turibman. Mana akalar, kimgadir qiziq bo'lsa, xudo xolasa bahorda tuxum jo'jalardan qilib beramiz. Mana bitta kakligimiz ham bular bilan sherik bo'lib yuribdi. Mana kaklik ham Eron kaklik, xonakisidan. Bu ham bemalol uyda yuraveradi. Bu sheriklari orqa tarafda, bu o'zi o'tib olibdi. Kavkaz farzandlari. Kanalimizdan kuzatuvchilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Kanallarimiz rivoji uchun xursand bo'lib qolamiz. Mana akalar, bemalol yuraveradi bular. Juda ham chiroyli narsalar bo'ladi. Obdada toblanib, ranglari yiltirab bo'lib ketadi. Hozir quyoshda yurishadi, bu yoqda salqinga chiqib oldi. Mana xo'rozi uji makiyonlarga erkalashni boshladi. Xudo xolasa bahordan tuxumlari, jo'jalarini ishqibozlariga qilib beramiz. Mana shunaqa qilib erkalaydi. Mana makiyoni ham ketyapti orqasidan. Akalar, buni qo'yib yuborib tomosha qilsangiz, baribir boshqacha narsalar odamni o'ziga jalb qiladi. Shoqli variantidan bu. Shoqi bo'ladi, qulog'ini oldida. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring. Bu yoqda qutqumuz qala terishyapti. Mana ikkovini ko'chaga chiqib ketaman deyapti shekilli xo'rozi. Akalar, videoni oxirigacha ko'rganlar hammaga rahmat. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.